Jizzax viloyati Do'stlik tumani Molbozor yana bolalar narxini ko'rsatamiz. Yangi qo'shig'ini obuna bo'lib qo'yingizlar. Bitta like bosib qo'yingizlar. Yana bolalar narxini yoritib ko'rsatib qilamiz. Bugun sanamiz 21-iyun bor, haftaning yakshanba kuni. Bolasi o'qitsa ekan. Urug'dan tushganmi bu? Ha? Kattasi mentaldan. Hibrid. Narxi qancha ekan? 40 lira. Bozor ha? Bozor 40 ming. Nechinchi bolasizmi? 4-chi bolasi. Qancha sut beryapti? 10 ta. 10 ta suti bor. Orimiz hibrid. 40 million qilyapti, 40 millionga beryapman dedi egasi. Bu bolasini qizg'anyapti. Bolasi G'ulojin 3-qoringa. Qancha suti bor uni? 7 ta suti bor. 7 ta suti bor. 3-bolasi. Qancha deyapsiz? 24 million deyapman. 22,5 million qilyapti. Akamiz 24 million deyapti, bozor 22,5 million so'rayapti. 3-bolasi ha? 3-bolasi. Barakasi bersin. Shena bolangiz savdosi mollab ketdi aka. Ularning savdosi bo'lib ketgan joyi va egalantirmaymiz. Bolasi G'ulojin. Nechinchi bolasi bu? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Qancha qilyapsiz? 26 bilan 700 million. 26 bilan 700. Qancha suti bor buni? Yana bolaga aka? 6-7 ta suti bor. Bu savdosini qilyapti. Hali kelisha olgan yo'q. Bolasi ajoyib ekan. Bolasi kattaroq o'qitchi ekan. Qancha o'lyapti savdo? Savdo o'lyapti? Ha? Bozor qancha qilyapti? Bozor har xil bo'lyapti. 27, 28. Nechinchi bolasimi? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi. 3-chi bolasi. Bolasi o'qishi 3-chi bolasi. Qancha suti bor? 8 litrga javob berdi. Egalari biladi endi. 8 ta suti bor ekan. Bozor bersin aka. Ulardan sifatini ko'ringlar. Akamizda adam yana bola bor. Bolasimi, o'qishchami? Bolasi G'ulojin ko'paydi. G'ulojinchi. Ikkinchi bola. Ikkinchi bolasi. Suti qancha? 7 ta suti bor. 7 ta suti bor. Ha. Narxi qanday ekan? Narxi 24 million qilyapti mana. Bozor ha? 20. Bozor 24 million so'rayapti, akamiz 24 ga. 24 ga bermayapti ekan. Sifatiga qarang buni sifatiga. Nomer ayting. 333 99lik 333 333 31 35. 31 35. Assalomu alaykum ko'rsataversin. Telefon qilaverasiz. Aka bozoringiz bersin. Juda yaxshi. Ehtimol shot turibdi akamiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, qizlar oldinda chiroqimiz kattaroq. Sotib ketdim. Ye, qancha ketdi? Ketdi. Zo'r-zo'rlarni. Ular qanchada? Mana egasi. Egasi bu yoqmi? Boz 26 million. Nechinchi bolasi bu? Ha? Nechinchi bolasi? Birinchi bola. Birinchi bolasi 26 million. Uni tortib ketdi akamiz. Bolasi nima ekan? Bolasi novozchi. Bolasi novozchi, Shohuzur ekan, ha? Shohuzur. Lekin birinchi bolasi. Birinchi bolasi tishini. Mana ikkita kurak. Ana tishi 2 kurak. Qancha suti bor uni? 12 litr, 10 litr suti bor. Narx qancha uni? Narxini 35 kami bor deyapsiz, 31 million so'rayapti bozor. 35 kam bor deyapti, bozor 31 million qilibdi. 31 million so'rabdi, akamiz bermadi. Nomer ayting. Nomer 99lik 99lik 176 176 94 95. 94 95. Uyda bormi yana? Uyda bor yana. Uyda yana bor ekan aka. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilaverasizlar. Narxini kelishib olaverasizlar. Qochmagana? Bolasi qayda uni? Ha, videoga olmayapti. Mashinachi savdosi bo'layapti-da. Yana bolani. Savdo bo'lyapti bu? Ha? Qancha chiqdi? Yo'qda bo'lyapti savdosi. Bolasimi buni? G'ulojin
Baraka bo'ldi. 34 millionga sotildi. To'liq ma'lumot ola olmadik. Xulosasi ulojin dedi. Yani 34 millionga sotilgan ma'lumot orqasi kengroq. Nechinchi bolasi ekan bu? Birinchi bolasi. Birinchi bolasi ulojin. 34 millionga baraka bo'ldi. Tishi kira ekan. Sigirimizning egasi tepada o'tiribdi. Bolasimi ekan buni? Ulojin bola. Nechinchi bolasi? 4-chi bolasi. Qancha suti bor ekan? 17 ta, 15 ta suti bor. Narx qancha? Bozor. 36.200 bozor so'rayapti ekan. Bermayapti bu narxga. Qancha o'zi beramiz? 40 dan past, 40 dan past kelishamiz deyapti. Kimga shunaqa mol qiziq bo'lsa, nomerini qo'yib ketamiz. 95'lik, 95lik 167, 167 1002, 1002 telefon qilaverasiz. Gagarin'deki. Gagarinning moli ekan. Bu G'ayrat akamning moli bo'ladi. G'unojimi bo'lasiz? Bozor qancha qilyapti? 26,5. Nechinchi bolasi ekan? 3-chi bolasi G'unojin. Bozor 26,5 million qilyapti ekan. Va qancha sut beryapti uni? 8 ta suti bor. Nomerni ayting, G'ayrat aka. Shart emas, sotib ketadi bolasi. Nomer shart emas, sotib ketadi. Bolasi o'kishi. Nechinchi bolasi ekan? Aniq emas, ha? Tirishibdi sizga. Narx qancha u? 40 million deyapti. 40 million kelishgan joyi bor. Shundaymi? 40 million narx aytyapti. O'kishasi. Bolasi. Endi ustidan qaytgan menimcha. Tashoq tushib qo'ygan. Bolachasi zo'rgan kishasi. Bo'g'oz emasligi aniq emas, lekin dalada yurgan ho'kiz aralab yurgan. Bir oy oldin qochgan bo'lishi mumkin, shundaymi? Qancha narxi? 22 qildi. Bozor 22 qildi. Nechta tuqqan bu? 3-chisi. Qorinda bo'lasiz, 4-chisi bo'lar ekan. Sigiramiz. Egasi men tushib qolmay deyapti. Endi olma. 7 oydan oshgan bo'g'oz molimiz nechinchi qoringa? 2-chi qoringa bo'g'oz. Bozor qancha qildi? 24. Bermas. 24 million 200 yaptı. Sizga berilayotgan akalar mana narxdan bo'g'oz mollar qimmat. Hozirda o'zi savdo yo'q deyarli. Lekin bo'g'oz mollar qimmatroq. Egasi tushib qolmay deganiga zo'rdan olaman endi. Qo'limizdan 4 oylik bo'g'oz nechinchi qoringa? Nechinchi qoringa? Birinchi, ikkinchi qoringa. Bozor qancha qildi? 19. Bozor ha? Bozor 19 million qildi. Endi bozor qilgan so'rab ketaveramiz. Bo'g'oz. Necha oylik bo'g'oz bu? 4 oylik. 4 oylik bo'g'oz. 2 oylik bo'g'oz egasini tushiramiz. 18.700 bozor qilyapti. 18.700 bozor qildi. Ali ondan. Nechinchi qoringa? Birinchisiga, hali buni oching ekan. Bo'g'oz. O'zimiz baho beraverasizlar endi. Ular qisir ekan, qanchaga bozor? Ana shu 20 ming bola shu yerdan emas. Har bozor chiqadi. Qancha qilyapti? Ya deyadi olamiz. 16 million qilyapti ekan, qisir ekan. Yaxshi mana yaltirab rangidan aytadi o'zi mol. 600 ming savdo bo'lyapti. 15 million 600 savdosi bo'lyapti ekan. Kim sotasiz? Sotasiz, nomer qo'ying. Mana egasi, mana egasi. Nomer qo'ymang. Nomer shart emas, sotilib ketadi. Yo'q.